Navoiyda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Navoiy viloyati Ko'nimex tumanida Ford avtomobil haydovchisi uxlab qolishi oqibatida to'siqqa borib urildi. Oqibatda bir nafar yo'lovchi voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Yana bir nafar fuqaro shifoxonaga yotqizilgan. Holat Navoiy Uchquduq xalqaro avtomobil yo'lining 23-kilometrda sodir bo'lgan. 63 yoshli Ford avtomashinasi haydovchisi uxlab qolishi oqibatida rol boshqaruvini yo'qotgan. Yo'lni ikkiga ajratib turuvchi to'siqqa borib urilgan. Oqibatda avtomobilda yo'lovchi sifatida kelayotgan 58 yoshli fuqaro hayot uchun xavfli bo'lgan tan jarohatlari bilan voqea joyida hayotdan ko'z yumgan. Yana bir nafar 58 yoshli fuqaro esa tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ushbu voqea yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga qiziqarli savollar. Hozirda eng boy davlat nomi qaysi? 1-AQSh, 2-Hindiston, 3-Xitoy, 4-Buyuk Britaniya. Topgan fuqaro kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.